Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Mana bu yerda yashiklarimiz bitgan. 20 talik, 10 tadan 20 ta ramka tushadi, 2 xona. Taxtalari sasnadan, quruq. Yollari 3. Hamma joyi 3. Poli 2. Kraska bo'lgan holda turibdi mana. Sifatlari o'ta cho'tga chiqqan. 120 ta yashiklarimiz bitdi mana. Elliktasi Dang'ara tumaniga. Qolgani Jizzax viloyati, mana Sarmich qishlog'iga ekan, Zominda. Mana 8 cm, ramka tushadigan joyi 8 cm. Yetmishta ketyapti Sarmich qishlog'iga mana. Dastavkasi ichida 420 ming so'm. Yollari 3 hamma joyi, poli 2. Mana qopqoqlari 3lik taxtani 2 ga bo'lib qoqilgan tepasiga. Qopqog'i 2 cm bo'ladi. Mana